Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va o'quvchilar. Sizlar bilan bugungi video darsimizda freon moddasi haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Freon bu qanday moddalar? Uglevodorodlarni ftor va xlor bilan hosil qilgan birikmalari freonlar deb ataladi. Demak, uglevodorodlarni ftor, xlor bilan hosil qilgan birikmasi. Freonlar nima maqsadda ishlatiladi? Konditsionerlar va xolodilniklar tarkibidagi eng asosiy modda hisoblanadi. Shu tufayli xolodilnik va konditsionerlar sovutadi havoni, chunki bularda yuqori issiqlik yutish xususiyati mavjud o'zlarida. Xo'p, Davlat test markazi tomonidan yaqin yillargacha tushgan testlarning tarkibida freon bilan bog'liq bo'lgan savollar uchrab turar edi. Hozir esa anchagina kamayib, deyarli tushmayapti, lekin baribir o'rganib qo'yishligimiz kerak bo'ladigan joylari mavjud. Freonlarni nomlanish qoidasi bilan savollar ko'p tushadi. Masalan, aytaylikki, freon 12 deb beradi. Mana shu moddani keling biz siz bilan nomlanish qoidalarini o'rganib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda freonni mana bu 12 raqami nima ma'noni anglatishligini bilib olishligimiz kerak bo'ladi. Bu demak aynan freon tarkibidagi ftor, xlor va vodorod, uglerodlarni miqdorlarini ko'rsatib beruvchi, ular bilan bog'liq bo'lgan son hisoblanadi. Mana shu moddani demak ikki xil usul bilan formulasini aniqlaymiz. Demak, birinchi usul, mana bu yerga esa ikkinchi usul deb qo'yamiz. Xo'p. Mana bu yerga ikkinchi usul deymiz. Xo'p, birinchi usul bilan qanday aniqlanadi? Freon so'zini mana bunday qilib, agar ikkita raqamli son berilgan bo'lsa, freon deb turib 0,12 deb yozib olamiz. Ya'ni ikkita raqamli bo'lsa oldiga 0 qo'yasiz. Shundan birinchi raqam uglerodlar sonini chiqarib beradi bizga. Aynan men uglerodlar soni demayapman. Uglerodlar sonini keltirib chiqarish uchun muhim qism hisoblanar ekan. Mana bu vodorodlar sonini keltirib chiqarib beradi bizga. Mana bu esa ftorlar sonini keltirib chiqaradi. Endi har doim shu formula aniqlanayotgan paytda uglerodlar soni necha bo'lsa +1 qo'shasiz. Xo'p, vodorodlar soni necha bo'lsa, demak undan -1 ayirasiz. Ftorlar soniga esa tegmaysiz va bizda formula shakllanyapti. Qanday bo'lib? Demak, 0 ga 1 ni qo'shsak, uglerodlar soni bittaligini bildiryapti. Xo'p, vodorodlar o'zi bitta edi. Demak, undan yana 1 ni olib tashlasak, vodorodi yo'q ekan bu moddani. Ftorlarga tegmaymiz deyapmiz. Demak, ikkita ftori bor ekan. Endi qarang, metan molekulasida 4 ta vodorod bor edi. Ya'ni 4 ta valentlik mavjud edi. Shundan ikkitasi ftor bilan band bo'lsa, vodorodi yo'qligi aniqlandi. Demak, qolgani xlorlar bo'ladi. Ma'lumot uchun aytib o'tishim kerakki, agar freon tarkibida ftor ham, xlor ham mavjud bo'lsa, bu atmosfera uchun eng zararli freon hisoblanadi. Ozon qatlamini eng ko'p yemiruvchi freon ham aynan shu ko'rinishda bo'ladi. Ftor, xlorli bo'ladi. Xo'p, ana endi bu birinchi usul bilan nomlanishni, ya'ni formulani topdik, mana ko'rdik. Mana shu modda ekan, freon 12 degan moddani formulasi. Xo'p, endi yana shu moddani ikkinchi usul bilan ham aniqlashligimiz mumkin. Demak, freon 12 deb yozilgan bo'lsa, shu 12 raqamiga 90 qo'shamiz. Qo'shsak 102 kelib chiqadi. Xo'p, bu 102 nima degani desa, to'g'ridan-to'g'ri endi uglerodlar sonini aniqlashtirib beradi. Demak, bitta uglerod bor. Xo'p, vodorodlar soni yo'q va bu yerda mana bu 2 esa ftorlar sonini bildirib beradi. Demak, vodorodlar yo'q. Xo'p, endi formula shakllandi. Qanday bo'ladi endi formulasi? Uglerodlardan bitta bo'ldi, vodorod yo'q bo'ldi, ftordan ikkita bo'ldi, xlorimizdan ikkita bo'ladi qolgan qismiga. Mana formula kelib chiqyapti. Endi keyingi molekulani ham aniqlaymiz. Demak, qarang. Freon yana berilyapti 22. Freon 22 ni birinchi usul bilan formulasini yozib ko'ramiz. Demak, 22 bo'lsa, ikkita raqamli
son berilayotgan bo'lsa freonda, mana shu 22 ni 0,22 deb olamiz. Mana 0,22 deb olyapmiz. Bunga demak plus 1 qo'shamiz. Birinchi son uglerodlar soni ekan. Xo'p, bundan minus 1 qilamiz. Mana bunisiga tegmaymiz. Xo'p, 0 ga 1 ni qo'shsa uglerodlar sonini bittaligini bildiryapti. Mana 0 ga 1. Xo'p, ikkita vodorod bor edi. Undan birini olib tashlasak, bitta vodorod qoladi. Ftorga esa tegmaymiz. Ftor ikkita turaveradi. Endi bitta uglerodli moddada 4 ta valentlik mavjud. Bitta valentlik vodorodda, ikkita valentlik ftor bilan bo'lsa, jami 3 ta valentlik band bo'ldi. Yana bitta valentlik uchun xlor kerak. U xlorni yozamiz mana bitta qilib. Tushundingizmi? Demak, mana shunday qilib formula chiqaramiz. Xo'p, ikkinchi usul bilan nomlamoqchi bo'lsak qanday qilamiz? Xo'p, ikkinchi usulda ham ana shu 22 ga 90 ni qo'shamiz. Bu yerda 112 chiqadi. To'g'ridan to'g'ri uglerodlar soni bilan vodorod va ftorlar sonini beraveradi bu sonlar. Demak, uglerodlar soni bitta, vodorodlarning soni bitta va ftorlarning soni ikkita bo'ldi. Yetishmayotgan valentlikka xlor qo'yamiz. Shu bilan formula aniqlanadi. Demak, mana shu modda freon 22 deb ataladi. Xo'p, endi yana bir misol ko'raylik. Endi 3 ta raqamliligidan ko'raylik. Xo'p, bizga freon misol uchun 134 deb beryapti. Endi ba'zida mana shu berilayotgan moddalarni oxiriga harf qo'yadi. Misol uchun uni ham belgilab beraylik. A, B, S kabi harflar qo'yib qo'yadi. Uni ham hozir tushuntiraman nima ma'noni anglatishligini. Demak, freon 134. Birinchi usul bilan nomerlaydigan bo'lsak, bu o'zi 3 ta raqamli son. Shuning uchun buni ismini aytayotgan paytimizda demak, to'g'ridan to'g'ri plus 1 ni qo'shib ketaveramiz. Oldiga 0 qo'yib o'tirmaymiz. Birinchi son uglerodlar sonini bildiryapti. Xo'p, ikkinchi son vodorodlar sonini bildiradi. Uchinchi son esa ftorlar qiymatini bildiradi. Demak, birinchi son uglerodni, unga plus 1 qo'ysam, uglerodlarimiz soni demak 2 ta ekan. Xo'p, vodorodlarimiz soni 3 ta bo'lsa, undan bittani olib tashlaymiz, 2 ta vodorod qoladi. Ftorlarimizni soni qancha desa, ftorlar 4 ta ekan mana. Ko'rdingiz? Demak, endi etan molekulasini tasavvur qiling, mana C2H6. Uni 6 ta vodorodi bor edi. Demak, xuddi shunday 2 ta uglerod turibdi, 2 ta vodorod turibdi. Ya'ni 4 ta qoldimi? 4 tasi ftor bilan band bo'lib, C2H6 formulasiga mos tushyapti. Mana ko'ryapsiz-a mana? Mana shu freon. Ftor endi bu yerda yo'q ekan. Agar ftor yo'q bo'lsa, bu atmosfera uchun zararsiz bo'lgan freon hisoblanadi. Tushunarlimi? Demak, eng foydali freonlardan biri. Endi mana shu molekulani agar izomeri mavjud bo'lsa, birinchi izomeri degan ma'noda A izomer, ikkinchi izomeri deb turib B yoki uchinchi izomeri bor bo'lsa C izomer deb turib, mana freon 134 B yoki freon 134 A deb har xil nomerlar bilan, harflar bilan belgilab qo'yiladi, qaysi izomer ekanligini ifodalash maqsadida. Tushunarli? Demak, bu freon 134 ni demak formulasi edi. Endi biz buni mana bunday qilib ikkinchi usul bilan nomerlab ko'ramiz. Demak, 134 plus 90 qilamiz ekan bunda. Xo'p, necha chiqadi? Agar bunga qo'shadigan bo'lsak 90 ni. Xo'p, 224 kelib chiqib beradi. Demak, 2 uglerodlar sonini bildiradi. Mana bu yerdagi 2 esa vodorodlar sonini bildiradi. 4 esa ftorlar sonini bildiradi. C2H2 ftor 2 bo'lib, mana bunday ftor 4 bo'lib, mana bu yerda 4 turibdi. 4 bo'lib freonning formulasi aniqlanyapti. Endi shu holatni orqasiga qaytsangiz, freonga ism berishingiz ham mumkin. Tushunarlimi? Demak, freonga ism ham qo'yilishi mumkin. Masalan, uni ham bittasi bilan demak ko'rib qo'yishimiz mumkin. Qarang, qanday qilamiz? Freonga ism berish. Deylik, bizga birorta bir modda berilyapti. Xo'p, C2H demak ftordan 3 ta bersin, xlordan 2 ta bo'ladi. Mana shu moddani keling nomlab ko'ramiz. Qanday qilib ism beramiz bunga? Xo'p, bu yerda uglerodlar soni nechtaligini bilib olaylik. Birinchi o'rinda uglerodlar 2 ta. Xo'p, vodorodlarimizning soni bitta, ftorlarimizning soni esa 3 ta deb beryapti. Demak, bu yerda 213 chiqdi. Agar birinchi usul bilan biz orqasiga qaytadigan bo'lsak, endi uglerodlar sonidan 1 ni ayiramiz, vodorodlar soniga 1 ni qo'shamiz. Uglerodlardan 1 ni ayiradigan bo'lsak, 1 qoladi. Xo'p, mana bunga
bir qo'shadigan bo'lsak kvadraturlar soniga 2 bo'ladi. Bu esa 3 bo'lib o'zi tushaveradi. Demak, bu yerda moddaning formulasi nomi deganim kechirasizlar, freon 123 degan modda kelib chiqar ekan. Endi ikkinchi usul bilan bo'ladigan bo'lsa, ana shu topilgan 213 dan 90 ni ayiramiz. Tushunarlimi? Agar shunday qilsak, 123 chiqib beradi mana bizga. Freon o'zi 123 bo'lib chiqib beryapti, nomlab qo'yaverasiz. Freon 123. Menimcha, freon mavzusi bilan bog'liq bo'lgan, bilish kerak bo'lgan, nomlanishi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar tushunarli bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga a'zo bo'linglar. Video uchun like bosib qo'ysalaringiz yana ham foydaliroq bo'ladi. Salomat bo'linglar.